Hoji onamiz kallaxo'rdan kelgan ekanlar. 8 dona qo'chqor olib berdi. 10 oylik atrofida qo'chqorlardan 4 million 800 ming so'mdan dastlabkisini qilib beryapmiz. Bizdan passiyani olasiz, sizlar har yili. Har yili olaman, yilda olaman. Baraka topyapsizmi, xudo xolasa? Baraka top. O'zimiz sotib, o'zimiz sotib beramiz. O'zimizga qadar olib kelinglar. Mana shundan xonasiga yo'ramiz. Bizdan qo'yaveringlar, sizlar ham baraka topasizlar, xudo xolasa. Dastlabkisini qilib beryapmiz. Qo'llar ko'rsatib beramiz. Tan joylaring sog' bo'lsin. Doim shulardan olaman. Arzoni bizlarda to'g'ri aytishadi. Kelinglar, sizlar ham olinglar, qo'yinglar. Baraka topyapsizlar, xudo xolasa. Baraka topamiz, xudo xolasa. Doim baraka topib kelganmiz. Tan joylaring sog' bo'lsin, omadlaringni bersin. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, akalar. Xudo xolasa Baxshi Hojionni taniganlar bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Kallaxo'rda Ves Kallaxo'r taniydi Hoji onamiz. Kallaxo'rdan keyin Hoji onamizga 8 dona qo'shqoq berdik, 2 dona qorasi bor, 6 dona sarig'idan bor. Akalar kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib esdan chiqmasin akalar. Kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar akalar.